Demak, hurmatli aziz tomoshabinlar, bugun darslarimizni davom etamiz. Bugun ijtimoiy ishning asoslari degan fandan navbatdagi mavzu o'tamiz. Mavzuimiz ijtimoiy ishning falsafiy va qadriyat asoslari. Inson qadr-qimmati, adolat, ijtimoiy adolat tushunchalari. Darsimiz 3 ta rejadan iborat bo'ladi. Demak, birinchi rejamiz ijtimoiy ish, jamiyatdagi muammolarni hal qilish faoliyati. Ikkinchisi falsafiy asoslar, insonparvarlik, erkinlik va tenglik. Uchinchisi qadriyatli asoslar, inson qadr-qimmati, adolat va ijtimoiy adolat. Demak, jamiyat ijtimoiy ish bu bilamiz, oldingi darslarimizda o'rganib olgandik. Jamiyatdagi asosiy ijtimoiy muammolarni hal qilish va yordam beradigan asosiy faoliyat hisoblanadi. Bular qanday muammolar bo'lishi mumkin? Birinchisi, demak, ijtimoiy muammolar hal qilish. Ikkinchisi, zaif qatlam deb aytamiz. Zaif guruhlarga nima qilish? Yordam berish, ularni qo'llab-quvvatlash. Va uchinchisi nimamiz? Jamiyatdagi barqaror rivojlanishiga hissa qo'shish. Jamiyatda bugungi kunda jamiyatimizda qanday asosiy muammolar bo'lishi mumkin? Ko'zga tashlanadi. Bu birinchi navbatda nima? Kambag'allik va ijtimoiy tengsizlik. Bu yerda bu nima degani? Kam ta'minlangan oilalarni qo'llab-quvvatlash. Ijtimoiy ishning asosiy yo'nalishi, asosiy ishi. Ikkinchi muammomiz bu ishsizlik va mehnat muammolari. Ya'niki o'sha bandlik muammosi deb aytiladi. Jamiyatning asosiy keyingi navbatdagi muammo. Uchinchisi nima? Biz biladiganimiz oilaviy muammolar, oilaviy nizolar. Bu nima degani? Bunda ajralish bor, oilaviy nizolar bor. Zo'ravonlik qurbonlariga nima qilish? Yordam berish va oxiri bolalarni himoya qilish. Navbatdagi muammolarni nima qilamiz? Bu yerda bolalar va yoshlar muammolari. Navbatdagi keyingi muammomiz nogironlar. Nogironlarga bizda shakllangan stereotip mavjud. Stereotip degani o'sha noto'g'ri qarash deb aytiladi. Ya'ni ular jamiyatdan izolyatsiya qilingan holatda yo'q. Ular ham jamiyat a'zosi, shuning uchun biz ijtimoiy xodim sifatida, ijtimoiy ishning bir bo'lagi sifatida ularga nima qilishimiz, yordam berishimiz kerak. Keyingi yo'nalishimiz, keyingi muammolar, jamiyatda keyingi muammolar qariyalar va yolg'iz insonlar. Bular bilan qanday ishlaymiz? Bular bilan parvarish qilish kerak, ijtimoiy xizmat va ijtimoiy yordam. Shuningdek, ijtimoiy faollikni oshirish ularning. Keyingi muammomiz albatta nima? Migratsiya siyosati. Migrantlar va ularning ijtimoiy sohadagi moslashuv faoliyati deb aytiladi narsa. Ya'ni ularga qayta moslashishga, adaptatsiyasiga yordam berish, migrantlarga boshqa sohadagi o'sha yordamlar taqdim qilish. Va keyingi muammomiz sog'liqni saqlash tibbiyot sohasida psixologik muammolar. Bu yerda biz ruhiy bosim bor, stress bor, depressiya bor. Mana shu turdagi nimalardan, muammolar bilan kurashish. Va eng oxirgi navbatdagi muammomiz nima? Diskriminatsiya. Diskriminatsiya bu nima degani? Kamsitish, ya'niki nisbatan jamiyatdan chetda qolgan insonlarga nisbatan past nazar bilan qarashimiz. Albatta bu yaxshi emas. Ijtimoiy ishning eng asosiy nimasi nima edi? Asosiy prinsipi bu adolat edi. Ya'ni hammaga bir xil ko'z bilan qarashimiz. Milliy, diniy va boshqa kamsitishlarga qarshi kurashish. Ijtimoiy ishning falsafiy asoslari. Demak, bu yerda ijtimoiy ishning falsafiy asoslari deganda biz nimani tushunamiz? Bu yerda ijtimoiy ish kasbining demak ma'no mazmuni, maqsadi, qadriyatlarni belgilab beruvchi asosiy falsafiy tamoyillar tushuniladi. Qanday falsafiy tamoyillar biz bilamiz? Ijtimoiy ishda bu birinchisi nima edi? Humanizm. Ya'niki insonparvarlik. Ikkinchisi xolislik va betaraflik. Uchinchisi nima? Individualizm va universalizm deb aytiladi. Ya'ni yakka tartibda ishlash va universal butun jamoa bilan ishlash degani. Va oxirgisi va eng muhimi bu nima edi? Inson huquqlari va uning erkinliklari. Mana shu to'rtta asosiy tamoyilimiz mavjud. Demak, humanizm biz bilamiz. Insonparvarlik deb aytiladi. Aytdik, xolislik va betaraflik bor. Guruhni, millat, din yoki jinsdan qat'iy nazar teng nimada ko'rish. Individualizm va kollektivizm bor bu yerda. Universalizm ham deb aytiladi. Alohida ishlash va guruh bilan ishlash va oxirgisi inson qadr-qimmati, inson huquqlari. Bu
har bir insonning yashash, erkin fikrlash, ta'lim olishi va ijtimoiy himoyaga ega bo'lish huquqi va keyin ijtimoiy ishda mijozning huquqlarini himoya qilish va unga erkin hayot kechirish imkonini yaratish. Demak, aziz tomoshabinlar, bugungi darsimiz qisqa qilib aytgan shundan iborat. Videolarimizni kuzatib boring, kanalimizga obuna bo'lganinizga rahmat aytamiz. Salomat bo'linglar.